Xudoga ming shukr aytaman, otam menga bu hayotda qanday yashash kerakligini juda yaxshi o'rgatdi. Puliga, obro'siga qarab muomala qilmaslik-u, mansab topib kibrga berilmaslikdi. Bir kishi so'ragan ekan, ishingizni muvaffaqiyati sirri nimada? Deganda hech kimga aytmaslikda dedi. Hech kimga aytmasangiz ishingiz muvaffaqiyatli bo'ladimi desa, yo'q, orqaga ketganini hech kim bilmaydi. Mana shu 3 ta toifa mijoz bilan ishlash kerak emas. Birinchisi qarindosh. Qancha chiroyli qilib bersangiz ham, qancha sifatli qilib bersangiz ham arzon qilib berasiz, ma'qullamaydi. Boshqa joyda chiroyli qilib berasiz, hammaga ma'qul, lekin qarindoshga yoqmaydi. Ikkinchisi savdolashgan inson bilan ishlamaslik kerak. Misol siz 10 so'mga ishlayapsiz, sizni narxingizni yarmini aytyapti. Mana bunchaga qilib ber. Mana bu usta bunchaga ishlaydi, mana bu usta bunchaga ishlaydi. O'sha inson bilan ishlash kerak emas. O'sha arzon qilib berayotgan ustalar bilan ishlasin. Uchinchisi pulni keyin beraman degan mijozlar bilan ishlash kerak emas. Siz topayotgan pulingiz o'sha mehnatingizni ketidan siz oila boqishingiz kerak. Bu yoqda narsaga kelishdingiz-u, ishni qilib berasiz, u pulni bera olmasachi. Keyin qarzga botishlar shundan kelib chiqadi. Shuning uchun mana shu 3 ta toifa insonlarni tavsiya qilmayman ishlashni.